Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana og'ayni maqtagan joyiga olib keldim mashinamni. Rangini o'zgartirmoqchi edim. Mana usta akamiz mana mashina qilib bo'yab beryaptilar. Oka, bu hozir zo'r chiqyapti-da, to'g'rimi? Oqqan soqqan joylari, anaqa joylari bilinmaydimi endi? Ham bular polirovkada yuvib ketadi. Biz 20 yildan beri kasb rafchilik qilamiz-da o'zi. Ha, shunaqa. Ha, o'zi buni Toshmo'rani o'rtasiga olib borib Orollarda bo'yardik o'zi oldin. Hozir endi sal ekirovga chatoq bo'lib qiyin bo'lib qoldi. Ha. Sen xavotir olma, mana oqqan soqqalarim polirovkada ketadi. Hamla ketadimi, oka? Bu cho'tki ketadi. Bu bunaqa rang yo'q, hech qatdan topa olmaysan bunaqa rang. Bu eng so'nggisi. Hozir oynalarimni tonirovka qilishim shart emas-da endi. Yo'q, tonirovkasi hammasi ichida litsenziyalari bilan. Tayyor. Ichidan yaxshi ko'rinadimi? Voy, ichidan cho'tki ko'rinadi, tashqaridan umuman ko'rinmaydi lekin. Men bu oka oqib qolganlari nima u? Birinchi sloyda oqadimi o'zi? Ukam, endi bu shunaqa bo'ladi. Oxirida ko'rib olasan. Nimadir kamchilik bo'lsa, aytirasan oxirida. Oxirigacha sabr qilib turgan. Bo'ldi, oka. Bo'ldi. Xavotir olma yog'ini.